Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jollat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 5. Yolvazxan bilan Hidayatullah İşan başçılığındaki jaza yürüyüşü qıgıcı 3 tümenden artıq qoşunның Aqsuğa yaqınlap qalğanlığını ahval bilib kelishga avatgan oyğaqçıları arqılıq xabar tapqan İsmailxan dərhal yovğa taqabul turğuchi bir tümenden artıq lashkarlarni atlandırıb Aqsu şəhərinin sırtıdan 50 çaqırım yiroqlikdagi sayda qarorgoh qurib taqib o'tirdi. Shu kuni kun o'tirishdan avval yetib kelgan Yo'lbosxon qo'shinimi Aqsu lashkarlari bilan 5 chaqirım oraliq qoldirib to'xtadi-da, o'z qarorgohi chidir bargohlarini joylashtirdi. 3 tumandan ortiq xon lashkari bu ko'z yetkisiz soyni to'liq egallagan edi. O'z qarorgohidagi kuzatish munorasining ustiga chiqib, yov qo'shiniga nazar tashlagan Ismoilxon shuncha qarabmi yov qo'shinining oxirgi chetiga ko'zi yetmay vujudini g'am bosdi. U yov lashkarlarining bunchavala ko'pligini faqat xayoliga keltirilgan edi. Nemanchi ko'p lashkarlar bu? Yo'lbosxon butkul qo'shinni boshlab kelgandekli qiladi deb urdi Ismoilxon bargoh oldiga qaytib kelgandan keyin ko'ngildagini yoshirmay. Ismoilxonning o'ngi o'chgan chiroyini ko'rib, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning qo'rqinishdan chiroyi totirib, arvoyi 40 gaz ushdi. Beshida Hidayatullah Ishon qilich tanglab turgandek bilinib, vujudini so'g'uq ter bosdi. Lavlari titrab, tili gapga kelmay, tasvir seriyotgan qo'llarimi tuzuq qo'lashmay, titrab turgan dixmaq barmoqlari tasvisining kahriva do'anchilarini ayriolmay qoldi. Buncha izdirob chekib sarkarda lashkarlarning jasoratiga xaloqit yetkazmagaylar olilari, dedi Mirza Babaqbek xotirjamlik bilan. Jangda yengilish bo'lib turdi. Ammo g'alaba nusratni lashkarlarning soni belgilanishi notayin. Ori deb gapga lo'qma soldi Malika Muhtaram xonim. Uzoq yili xon atam Sultan Abdullaxon olilarining farmoni bilan Shahzoda Yo'lbosxonga jazo yurishi qilgandimi, endi Qush Mirzo janoblari pandi ishiltib ozg'ina lashkar bilan necha hassa ko'p yov lashkarlarini mag'lub qilgan edi. Shundaqmi sarkarda? Shundaq, dedi oshu qitimliq jangda Yazak qo'shinining sarkardasi bo'lgan Shirali Bahodir Malika Muhtaram xonimning so'zini tasdiqlab, jang tadbirini puxta tuzsakla uzoq yo'l jafosi tortib, erib charchagan bu lashkarlarni mag'lub qilmoqimiz tas emas. Әмісі яқшы тәдбілер болса, отырғы қойышмамла тақсырдырым, деді текче әндешісі бесілмаған Ismoilxon. Hazırla hücumға өтсәк, qaramlıq qılğan bolımız, dedi Mirza Babaqbek oylanğan halda. Gerçi yov lashkarlari herib charchab ketgan bolsa-mu, texi ularning jasarati sunğunu yo'q. Lekin hücumға o'tmay qarab tursaq, ular bu bir kecha xotirjam uxlab, harduq chiqirib mag'durga kelib oladi. Meningcha, bugun kecha ularga oram bermaganimiz yaxshi. Mirza Babaqbek Ismoilxonga qarab gapini davomlashtirdi. Lashkarlarimiz kechacha oz deganda 5 martam daqdumboq, nag'ir sunaylarni chelib, chuqan suran silib, yov lashkarlarini Aqsu lashkarlari kechidan foydalanib, qarorgohimizni bosqin qilgan o'xshaydi degan tuyg'uga keltirib, parakanda qilib, xotirjam uxlab harduq elvilishiga yo'l qo'ymasin. Buning bilan birinchidan yov lashkarlariga vahima paydo qilib, jasoratini sundirg'ili bo'ladi. Ikkinchidan uyqusiz qoldirib, jismoniy jihatdan hardirg'ili bo'ladi. Onundan başqa bugun kecha 3 nafar sarkarda har biri 1000dan lashkar elib, yov lashkargohining o'ng, sol va orqa tarafiga tuydirmay o'tib, bo'ktirmada tursin. Ata yov lashkarlari bilan rasmiy tutishgan vaqtimizda
Ularga dumbaq çilib belgi berimiz. Ular dumbaq avazını anlagan haman tangni otlanıp, çuqan süren silip yavga tegiş qagay. Amma resmi tutuşmay, yav leşkerleri qoğlasa qeçip, keyniga yansı qoğlap, ularning urush sepini parakanda qilib, atrofimizda böktürmede qo'ygan nurg'un oqsu leşkerleri ba o'xshaydi degan gumonga keltirgay. Men mushu parakanchilikdan foydalanib, yav qo'shuni orasiga kirib, Astana muhofazachilar qo'shuni oliylariga el qildirib kelgayman. Mushu tadbir bilan tunji jangdila yav qo'shunining jasoratini sundirib olsak, keyingi ishlardan g'am yemasakmi bo'ladi. Bu tadbirni anglab, Ismoilxonning chiroyiga sus qon yugurdi. U Astana muhofazachilar qo'shunidagi lashkarlar o'zlariga agashmay qo'yishchu taqsirim, dedi texchilar qo'rqinchisi besilmagan Maxtumzoda Xo'jayid Abdullaxon Eshon. Maxtumzoda Piri buzruk hazratlari xotirjam bo'g'ay, dedi Mirza Babaqbek ishonch bilan. Men uzun yil ashu lashkarlar bilan birga bo'ldim. Ular meni naaytimi obdan tushunadi. Ularning menga bo'lgan cheksiz sadoqatidan ansirabla Shohzod Yo'lbosxon mening arzimas qallamni ilishqa petnamagan. Kechicha uda 5 qitim Oqsu qo'shini qarorgohidan yangirgan Daqudumbaq, Nag'ir Sunay, Chuqan Suran sadosi yerib oldin ketgan Yo'lbosxon qo'shinining shirin uyqusini 5 qitim buzib, qattiq vahimaga soldi. Ular Aqsu lashkarlari kecha qorong'usidan foydalanib, qarorgohimizga bosqin qilib kelgan o'xshaydi deb o'ylab, chachrab o'rinlaridan turishib, qurol yaroqlarini elib taq bo'lganda, Daqudumbaq, Chuqan Suran sadolari birdilla besilib qoladi. Hech ish yo'qligini bilib qaytadan o'rinlarga kirib, yetib ko'zlari amdila uyquga ilinsa, yana Chuqan Suran sadolari ko'tariladi. Aqsu qo'shinining tun qorong'usidan foydalanib, qarorgohimizni bosqin qilmoqchi bo'lganligi aniq, dedi Yo'lbosxon dakki-dukkida turgan Hidoyatullo Eshonga qarab. Amsa ul murtatlar Chuqan Suran salduyu nimishqa bostirib kelmaydi? Buning boisi nimadir qiblagohim? dedi Hidoyatullo Eshon hech ishqa ahli yetmay. Hidoyatullo Eshonning yo'shurun qasdlab odam o'tirish va boshqa ishlarga hilm-fikr bilan to'lgan qo'llasi bak ishligini bilan lashkariy ishlardan, jang tadbirlaridan xabarsiz edi. Ular bizni mushundaq takror parakanchilikka silish orqali yov quruq nar tortqani bilan bostirib kelishga petnamaydi degan tuyg'uga keltirib, bexud turgan vaqtimizdan foydalanib, ondan hujum qilmoqchi. Yolg'onning oxiri rostga, rostning oxiri yolg'onga aylanur. Ularning bu hilisini boshqalar bilmagani bilan mendan yo'shirib qolanmaydi. Yo'shirib bo'lanmaydi. Janobi Qutbul Ahtobim, donishmandliklariga ming tasanno xon oliylari, dedi Hidoyatullo Eshon xotirjam bo'lib. Amsa tezroq bir tadbir qo'llang'aylar. Yotishbek, deb to'ldi Yo'lbosxon mugdab o'tirgan Ko'sa Amirga zarda bilan qarab. Mugdab o'tirmay, darhol har qaysi qarorgohlardagi sarkarlarga farmon yetkazsizlar. Bugun kecha bir lashkarning uxlashiga ruxsat yo'q. Barliq sarkarda sarvozlar qurol yaroqlarini taq qilib, jangga hozir bo'lib tursin. Kimiki farmonga xiloflik qilsa, kollasi ilinadi. Mugdab qolganlarmi buning ichida? Kechacha o'ri o'tirgan xon lashkarlarining ko'zlari uyqusizlikdan qon quygandek qizirib ketgan edi. Ularning turqi to'limi ruhsiz bo'lib, to'xtamay quruq esnishadi. Ular bomdod namozini ruhsiz o'qishdi. Sajdaga bosh qo'ygan beticha xo'rakka tushib ketganlarning haddi hisobi yo'q edi. Bu holat Yo'lbosxonning o'g'isini qo'yintibatgan edi. U o'zining Ismoilxonning vasvasasiga silish domiga tushib ketganligini shu chaqdala his qildi-da, g'azabdan tishlarini g'uchirlatdi.
Uzoq yo'l besib kelgan lashkarlarini bir kecha orom oldirishni o'ylab, tunigun kechda yov lashkarlari bilan uchrashgan hamon jangga chiqmaganligidan ko'p afsuslandi. Baribir uning lashkarlari orom ololmagan edi. Naştadan keyin o'z qarorgohlaridan 2 chaqirim ilgirlab sap tuzgan 3 tumandan ortiq lashkarlarning uyquga asir bo'lib, to'xtamay bas-basda asnashtirdan bu soyning osmonida g'alita bir sada paydo bo'lgan edi. Lashkarlarning bu holati bilan qandoqmi utuqliq jang qilib bo'lar, dedi yo'lbosgan ilojsiz qolgan holda besh qitib. Undaq bo'lsa bugun chiqmayli. Күндізді яу ләшкерлері тұйықсыз басқан қылышқып етін аммас, ләшкерлер болса бір ұқлап әслігі келіп ағай. Онда қылышқа текімі болмайды, пірім, деді yol басқан итираз білдіріп. Біздің ұзық түлік, ем қашакларымыз чәклік. 3 түмәнден артық ләшкер мұшындақ жан қынмай етіп, явырдыған болса, тағымы тоғышымайды. Чақмақ тездікіде жан қылып, Aqsuni patih qilmaydigan bo'lsak, oziq-tulik masalasimi beshimizga zo'r bir balo bo'ladi. Qo'rsaqdan iborat bu dushmanga taqobil turmoq, oldimizda turgan yov dushmanga taqobil turmoqdanmi basi mushkul. Undaqda lashkarlarning uyqusini qochirib, jasoratini urg'utishning amalini men qilay, dedi Hidoyatullo Eshon ko'ngliga bir planni pukib. Aqsu lashkarlari o'z qarorgohlaridan 2 chaqirim ilgirlab sap tuzib bo'g'icha yo'l bosgan qo'shinning sepidan ko'tarilgan jarra sama sadolari palakka yetdi. So'pi lashkarlar bilan xon lashkarlaridan tuzilgan birlashma qo'shin qo'lida jang qurollarini mahkam tutqanicha him Alloh him deyishib jarri silishqanicha yerga gulub dassab har tortishmoq sama usuli o'ynashga boshladi. Her bir topdan 2-3 hafız bir yerga kelib, ovozini bo'ldi deguncha qo'yib berib, hukmat o'qishatdi. Boshqa lashkarlar buningga jo'r bo'lib, butkul vujudi bilan jarri silishadi. Yerga gulub dasishatdi. Jonim qiynab, zo'qim chaynab, oshiq bo'g'in, yoshing to'kib, ko'zing sulab, sodiq bo'g'in. Ondan keyin dargoyiga loyiq bo'g'in, joning bersang, rahim aylisa jonon bo'lur. Him Allohim, hüvvi Allohim. Tavba qilib haqqi yongan oshiqlarga behisht ichra 4 iriqda sharbati bor. Tavba qilmay haqqi yonmagan g'ofillarga tor lahatda qattiq azob hasrati bor. Bu yerdagi buning ma'nosi bular klassik shoir Ahmad Yasavining she'ri debdi. Him Allohim, hüvvi Allohim. Hidoyatullo Eshonning lashkarlarning ruhini urg'utib, uyqusini qochirish uchun tuzgan bu jarra sama tadbiri tezla unumini ko'rsatdi. Lashkarlar jarri silib, to'lashqinicha ruhlanib ketib boradi. Yerga gulupultib dassashlardan ko'tarilgan ochiq shur bo'g'inoqlar ko'zlariga, eg'iz burunlariga kirib, etishtirib, tushkurtib, uyqularini qochirayotgan edi. 3 tumandan ortiq lashkarning birlikda to'g'ilgan jarri sama sadolaridan butkul soy titrab, tog'u toshlar hayvatlik aks sado qaytaradi. Qiyomatning bir kuni 50 ming yilchi bo'lur. Bu dunyoni sonicha yil qancha yil bo'lur. Qiyomat kuni 70 yil o'tdi qolur. Tövbe qilgan qullar ko'paymas muhlati bor. Him Allohim, hüvvi Allohim. Mana endi Aqsu lashkarlari bu vahimilik jarri samodan sarosima tushib qolgan edi. İsmail xonmi ot ustida mag'rur o'tirgani bilan ishida muzlab ketib boradi. Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Eshon bo'lsa, ot ustidan yiqilib tushib, kulgi qilmaslik uchun egarning qo'sh beshini 2 qo'li bilan mahkam tutib olgan edi. Jarri sama silib, terisiga sig'may qolganni ko'mamdigan. Bu sayni xoniqa ko'rib qoldimi ular? Hili ko'rdi tehi. Bu sayning xoniqa emas, qabrgoh ekanligini.
dedi İsmail xanның qışıda әйнейлі Sultan Abdullah xan soğuq qıған, heyliqi qarı tulparga minib alğan Мәликә Möhtərəm xanım мәнсітмеген halda. Qarab tursıla, xan ata, mən ularның bu cəri samasını hazırlı toxtatıman. Мәликә Möhtərəm xanım şundaq dedi də, kun oqtandın bir tal sadaqatını ilib yağı saldı da, etini yengil beqin dedi. Şu haman qarı tulpar yav lashkarlari sepiga o'qdak uçdi. Мәликә Möhtərəm xanım yav sepiga 40-50 qadam orliq qolganda, sapning oldidagi ot ustida bahraman o'tirganicha, jari samaga moslashib, beshini oldi kayniga gildanglatib turgan sarkarning ko'zini nishonlab, yoning kirishini qo'yibdi. Vыңıldab uçup bağan sadaq bexasta turgan sarkarning naq sol ko'ziga berib qadaldi. Yeliqi sarkarda yaralangan shirdek dahshatlik hurkirab, ot ustidan mollaq etib yiqildi. Şu haman yav lashkarlarining sepi qalayinqanlashdi. Palakni quchqan zari sama sadalari bosh tarafdan pasayib, bağınicha asta-asta tövalidi. Keyin butunlay o'chdi. İsmailxon yiniga chaqmoq tezligida qaytib kelgan Jiyan qizi Мәликә Möhtərəm xanımның bu karamatiga ham hayron bo'ldi, ham qoyil bo'ldi. Мәликәнең bu bahodirligini o'z ko'zi bilan ko'rgan Oqsu qo'shinlari barikalli etishdi. Jari sadosidan vujudini qoplab olgan vahima tarqalib, so'ran cho'qan silishib, nari tortishga boshladi. Ikki taraf lashkarlarining o'qyachilari bir-biriga qaratib bir pas o'qya etishdi. Har ikki tarafning lashkarlari qalqanlari bilan ya o'qudin mudofialashdi. Shundaq Sultan Yo'lbosxon lashkarlarini o'qya etishdan to'xtatib, sarkarlarini boshlab, oldiga 100 qadam ilgirlab to'xtadi. Xo'ja Hidoyatullo Eshondan boshqalarining hammasi jang kiyimlari kiyishgan bo'lib, po'lat dobulg'ilarining quppilari quyosh nurida vol-vol qilib ko'z chaqatdi. Beshiga oq salla o'rab, oq yaktak kiyib, oq tulparga minib olgan Hidoyatullo Eshonning so'datlik turqi olayda ko'zga chilqatdi. U hilham ot ustida o'tirib, qo'lidagi kahravan tasvirini to'xtamay seyretdi. Lavlari xuddi absun o'qiyotgandek to'xtamay midirlaydi. Bularning dal o'tirsida turgan Yo'lbosxon beshidagi oltin dubulga uchisidagi zarbab shohani libos bilan xuddi oltin uzukning yoqut ko'zidek olayda ko'zga tashlanadi. Uning orqasidagi tug'chi lashkarlar ko'tirib olgan yuzlagan tug' alamlar ko'kda hayvatlik deb bildaydi. İsmail xanmu sarkatlarini boshlab, Yo'lbosxon bilan 100 qadam orliq qoldirib to'xtadi. Мәликә Möhtərəm xanımның baya ko'rsatgan bahodirligi bilan uning vujudidagi vahima butunlay tarqalib ketgan bo'lib, ot ustida to'limi mag'rur o'tiradi. İsmail xonning dobulga savut kiyib, to'liq qurollangan sarkarlari orasida vujudidagi vahimasi texicha besilmagan Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon etining tizginini kayniga burab, jinni yoqiga ilib, qochadigandak alpozda tugilib o'tiradi. Ko'zni yav lashkarlariga emas, etining beshiga tikib olgan edi. Assalomu alaykum, ey muhtaram tog'a, deb ot ustida İsmail xonga salom berdi Yo'lbosxon. Ahvollari yaxshimi? Va alaykum assalom, shahzodam, dedi İsmail xonmo salomni ilib. Yo'lbosxonni xon oliylari deb atamasdan, buncha haraj tortib, Oqsu diyoriga qadam keltirishlarining boisi nimikin? Tashvishlanmagaylar tog'a, dedi Yo'lbosxon o'zini xotirjam tutishga tirishib. Oqsu diyoriga qadam keltirishimning boisi shuki, birinchidan sizga qarindishim bo'lmish og'ay buzruqqa salom berish, ikkinchidan tasarruf ziminim bo'lmish bul Oqsu hududligini ko'zdan kechirish. Buningdan o'zga mudoyim yo'qdir. Yo'lbosxon o'zining xoqonlik o'rnini pash qilish orqali İsmail xonga o'zining qo'l ostidagi bir yurtning noibi va amri ekanligini eskartib o'tadi. Mehmondorchilikqa keldim deganingiz bilan orqangizda qilish yalang'ochlab turgan tumanlagan lashkarlaringiz tursa, nechun tashvishlanmagayman shahzodam? Bu lashkarlar sizga qilchilik zarar yetkazmagay tog'a, dedi Yo'lbosxon.
Faqat sizning homiyligingizga erishgan ahli sulkimizning ashaddiy dushmani murtad Xo'ja Abdulla Eshon bilan xonliqimizning osisi Amir Mirza Babaqbay qatorliq munofiq, sotqin amirlarni topshirib bersingizlar, lashkarlarim Ostonaga qaytidi. Sizmi bu hududlikda xotirjam naib va amirlikda qilaversiz. Bo'ldi bas, deb vaqirdi Ismoilxon. To'la haddingizdan oshmang. Shahzodam, kimning xonliqimizning osisi ekanligini men obdan bilaman. Aslida xonliq saltanati akam Sultan Abdullaxondan keyin babai buzurg Sultan Abdurashid xon oliylaridan davomlashib kelayotgan udum bo'yicha xonning cho'ng inisi bo'lmish menga mansub bo'lishi kerak edi. Ammo akam Sultan Abdullaxon bu udumni buzib, o'z pushti bo'lmish cho'ng o'g'li bo'lgan siz shahzodaga taxtini o'tinib berish niyatida vali ahdlik yorliqini menga emas sizga tushirdi. Biz inilarini dushman qatorida ko'rib, o'rnidan chatlashtirish maqsadida yaqin yurtlarga avatib etdi. Xudoning buyrug'ini shu o'xshaydi deb buningga mayl dedik. Ammo siz taxtda o'tirishga oldirab, postingizga kirib olgan bir qism suvxanchi, qora yuz, noshukr munofiqlarning kushkurtishi bilan o'z otingizga chopqin qildingiz. Hatto haddingizdan eshib, Ostonaga lashkar tortdingiz. Ota nasihatiga quloq solmay, yotlarning gapiga kirdingiz. Oxirida o'z qarindishingiz bo'lmish Sultan Abdumo'min xon shahzodani o'tirib, taxtni tortib oldingiz. Aslida mushuning bilanla bo'ldi qilsangiz yaxshi bo'ladi. Ammo xonlik qonun jasoqlarga o'z beshimchilik bilan tuztish kirgizib, sülük targ'iboti va sülük taqibi ilib bordingiz. Mushu sababdan nurg'un begunoh oddiy avom rahimsizlarcha o'tirildi. Xonvayron bo'ldi. El yurt azob dengizda qoldi. Ot ko'rgan tabarruk amirlarni e'tiborlab ishlatishdi yo'q. Ularga osi degan bo'xtonni choplab, qallisini oldingiz. Xo'rladingiz. Mana endi nomus qilmay, mendek ot yo'lliq tog'ingizni jazolamoq bo'lib, lashkar tortib kelibsiz. Aytinga, hamma niyat iqbolingiz ochiq tursa, avara bo'lib yurishingiz ne hojat. Uning ustiga sizdek bir ota qotilidan qandaqmi vafo kutgili bo'lsin? Sizni oshu osi murtatlar ozdirib ketibdi. Tog'a, dedi yo'lbosxon gap ko'rg'iltib. Shu tapda sizga yurak bag'rimni yerib ko'rsatsammi, behuda avara bo'ldigan o'xshayman. Sizga eng oxirgi maslahatim shuki, Oqsudagi avom ra'iyatni bola qizodan saqlab qolay. Bu hududlikqa izzitim bilan yurtlarchilik qilay desingiz, heliqi murtad osiylarni o'z qo'lingiz bilan bog'lab menga topshiring. Qoldi ishlar sizning ixtiyoringizcha bo'lsin. Meningmi shunda qilg'im bor, ammo boshqalar unumasmikin, dedi Ismoilxon yo'lbosxonni qasdan ko'ldirib. Kimkan u sizning gapingizga kirmaydigan? Ana, o bahodirlar, dedi Ismoilxon masxirlik kulgunicha orqasidagi lashkarlarni ko'ztib. Yo'lbosxon tog'isining javobini anglab, g'azabdan titradi. Tishlari g'o'chirladi. Mayli amisa, hurmat qilmadi deb mendan ranjimagaysiz. Yo'lbosxon shundoq dedi-da, orqasiga qarab qamchisini shiltidi. Qani sarkarda lashkarlarim, bu osi murtatlarni rahim qilmay qiringlar. Her ikki tarafning lashkarlari bir-biriga qarab shiddat bilan tashlandi. Qilishlar naq bo'yinni nishonlab chepildi. Nayzilar dal yurakni nishonlab sanjildi. Jang qurollarining bir-biriga zarb bilan urilishidan chiqqan jang-jung, jarang-jurung sadolari bilan tig' zarbisidan ichinishliq nola qilgan lashkarlarning nola faryodi butkul soyni larzaga keltirmoqda edi. Shu asnoda Ismoilxon qo'shindan jang dumboqlari gumbirlab, bo'xtirmidagi lashkarlarga belgi berdi. Shu hamon yo'lbosxon qo'shinining o'ng, so'l va orqa tarafidan 3 top lashkarlar otlarning quyruqiga quruq shoxlarni so'ritib, soyda qo'yiq to'pa tuman paydo qilganicha yov qo'shini hujum boshladi. Osmon falakka ko'tarilgan tuman
Topa tuman arasından etilib chiqqan lashkarlarning sonini bilinmagan yo'l bosgan lashkarlari sarosimaga tushdi. Jang sepi buzildi. Ular yo oldidagi yovg'i taqobil turishni, yo keyindan kelgan dushman bilan jang qilishni bilmay gangirdi. Jasorati sustlashdi. Bir top qo'riqchi lashkarning hamrohligida yo'l bosgan lashkarlarning sepiga bostirib kirgan Mirza Babaqbay ovozining barcha to'g'lamoq dedi. Ey Ostonaning bahodir arslanlari, men sizlarning amringlar Mirza Babaqbek bo'lurman. Adlu adolatni yoqlaydiganlar menga agishinglar. Taxit o'g'risi yo'l bosganga agishib, behuda qon to'kmanglar. Buyuk Saidiya saltanatining haqiqiy tinchligini qo'g'dashni xohlaydiganlar men bilan yuringlar. Ey Ostonaning bahodir arslanlari, men sizlarning amringlar Mirza Babaqbek bo'lurman. Mirza Babaqbekni ko'rib to'niganlar, ovozini anglab farq etganlar darhol atrofidagi sabdoshlariga xabar yetkazib, Mirza Babaqbekning keynidan agashda nayzning uchini keyniga qaratdi. Jang sepining qolayimqanlashib ketganini, lashkarlarning jasoratining suslab ketib qolganligini ko'rgan yo'l bosgan ahvolning chatoqligini his qilib, lashkarlarga o'z qarorgohlariga chekinishga farmon tushirdi. Yo'l bosgan lashkarlarning chekinayotganligini ko'rib, İsmail xanmı lashkarlarga jangni to'xtatishga buyruq berdi. Bir osh peshim vaqt elib berilgan shiddatli maydon urushida yo'lbosganning uyqusizlik, safar harduqi chirmavagan lashkarlardan 3000 dan ortiq jindan judo bo'lgan edi. 3000 ga yaqin lashkari og'ir jarohatlangan edi. Mirza Babaqbekka agishib, İsmail xonga o'tib ketganlarning soni 5000 dan oshgan edi. Hidoyatullo Ishonning so'pi lashkarlarining yerimi degudek qirilib ketgan edi. İsmail xon qo'shindanmi 1000 dan ortiq lashkar o'lgan, 2000 ga yaqin lashkar og'ir yaralangan edi. Yo'l bosgan lashkarlariga yetgan bu og'ir talofatdan va Ostona muhofazachi qo'shinining qilgan osiyligidan qattiq g'amga patdi. Bargohi oldiga yo'qlab kelgan bir ustozi Hidoyatullo Ishong'imi Pir ustozi Hidoyatullo Ishong'imi qapqini turib chiroy ochmadi.